seksiz qolib ketasizlar, ersiz qolib ketasizlar. Hozir sizlarga gapiradigan so'zlarimdan keyin juda ham ko'pchilik menga ayollar, dunyoqarashi tor, fikri zaifroq ayollar boykot e'lon qilsa kerak, men bilan urushib, yomonlab, qarg'ab, so'kib gapirsa kerak. Mavzu 8-mart haqida. Shunaqa videolar olyapsizlar, eringlarni savalab tashyapsizlarmi, yondirib yuboryapsizlarmi, nimalardir qilib tashyapsizlar sovg'a bermaganiga. Hattoki sovg'a ham berishyapti, bir kichkinagina sovg'a bo'lsa ham shunga ham vohma qilib nima bunaqa videolar olasizlar? Nima ko'zingiz shunday darajada ochmi? Nafsinglar ochmi? Undan ko'ra chiroylikgina bir o'zinglarni kiyintirib, yasantirib, bo'yanib, zo'r dumba yog'idanmi, zig'ir yog'idanmi bir oshliq qilib, dasturxon yasatib, mana shunaqa chiroyli kunlarda turmush o'rtog'inglarni kutib olib, dadasi, bolalarimni otasi, siz sog' omon bo'lsangiz bo'ldi, menga hech qanaqa sovg'a kerak emas. Xonadonimiz tinch xotirjam bo'lsa, dasturxonimiz to'la to'kis bo'lsa, bolalarimiz sog' omon bo'lsa bo'ldi. Menga shuni o'zi bitta katta baxt, katta boylik, katta sovg'a desanglar, eringlarni o'zi xursand bo'lganidan bilib sovg'a qiladi. Насильно mil не будешь deyilgan. Majburlab uni sovg'a olib ber, olib bermasang o'ldiraman, kuydiraman, yondiraman deb seksiz qolib ketasizlar, ersiz qolib ketasizlar. Hozir sizlarga gapiradigan so'zlarimdan keyin juda ham ko'pchilik menga ayollar, dunyoqarashi tor, fikri zaifroq ayollar boykot e'lon qilsa kerak, men bilan urushib, yomonlab, qarg'ab, so'kib gapirsa kerak. Mavzu 8-mart haqida. Shunaqa videolar olyapsizlar, eringlarni savalab tashyapsizlarmi, yondirib yuboryapsizlarmi, nimalardir qilib tashyapsizlar sovg'a bermaganiga. Hattoki sovg'a ham berishyapti, bir kichkinagina sovg'a bo'lsa ham shunga ham vohma qilib nima bunaqa videolar olasizlar? Nima ko'zingiz shunday darajada ochmi? Nafsinglar ochmi? Undan ko'ra chiroylikgina bir o'zinglarni kiyintirib, yasantirib, bo'yanib, zo'r dumba yog'idanmi, zig'ir yog'idanmi bir oshliq qilib, dasturxon yasatib, mana shunaqa chiroyli kunlarda turmush o'rtog'inglarni kutib olib, dadasi, bolalarimni otasi, siz sog' omon bo'lsangiz bo'ldi, menga hech qanaqa sovg'a kerak emas. Xonadonimiz tinch xotirjam bo'lsa, dasturxonimiz to'la to'kis bo'lsa, bolalarimiz sog' omon bo'lsa